o'rtadan olaychi. Mana. Xo'p, oila a'zolaringiz sizdan nimani talab qilishmasin? O'zi savol. O'zim bob savol ekan. Oila a'zolarim mendan bunaqa savol hali birinchi marta duch kelishim. Men o'ylaymanki, erkak sifatida, ota sifatida hamma narsani talab qilsin. Hamma narsani talab qilishini xohlayman, faqat bitta narsani talab qilmasin. Bor ekan, haqiqatan. Bor ekan, bitta narsani talab qilmasin. Qizlarim bilan, ayolim bilan ba'zan insonni o'zini yolg'iz o'ylab o'tiradigan o'y xayollari bo'ladi. Shu paytda nimalar o'ylayapsiz? Nimalardan siqilyapsiz? Yoki qizlarim kelib, "Dada, mana bu ishni qilaylik. Dada, mana bu yerga borib kelaylik. Dada, mana bu nima uchun bunaqa? Mana bu o'yinchoq nima uchun bunaqa? Mana bunga bunday qiling" degan narsalarni, ya'ni yolg'iz bir daqiqaga bo'lsa ham o'ylanib o'tirganda savol berib, nima uchun o'ylanyapsiz, yoki nima uchun siqilyapsiz, yoki bo'lmasam nimaga xomushsiz, yo bir nima degan savollar orqali murojaat qilishmasin, ya'ni talab qilmasin. Hamma narsani so'rashni xohlayman. Oilalarim manda, oila a'zolarim shaxsan mandan. Chunki shu paytgacha 11 yil oilamiz davom etayotgan bo'lsa, men amallab shu paytgacha bekompost qilib kelyapmanmi? Kaftim ustida. Bundan keyin ham Alloh qancha umr bergan bo'lsa, shuncha qilishga tayyorman va roziman. Rahmat. Mana shu narsa.